alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi mavzuyimiz ismi zamon va makondan boshlab fe'li ajvaflarni, ya'ni ajvaf fe'llarini oxiriga yetkazish. Inshaalloh keyingi darsimizdan birinchi bobning oxirgi fe'li bo'lgan noqis fe'llarni boshlaymiz hamda noqis fe'llarni tugatganimizdan keyin bitta katta imtihon qilamiz. Albatta xohlovchilar ishtirok etishi mumkin. Buni o'sha yopiq tahlil guruhimizda o'tkazamiz. Inshaalloh chamasi 15 kun, 20 kun atrofida noqis bobini ham tugatib bo'lsak kerak. Shundan keyin imtihon o'tkazamiz. Xo'p, bugun ism zamon va makondan boshlaydigan bo'lsak. Ism zamon va makon faala yaf'ulu boblarda, ya'ni muzorisini ayn barobar fathali bo'lgan boblarda ism zamon va makon maf'alun boblarida olinadi deb sizlar bilan oldinroq ham gaplashib o'tganmiz. Maf'alun bobi. Maf'alun. Endi buni hozirgi o'tayotgan, biz ko'rib chiqayotgan fe'lga solib chiqamiz. Maqwalun. 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 Maf'alunni maqwalunni soldi. Endi e'tibor beramiz. Illatli harf bo'lgan vov harakatli, ya'ni fathali, harakatli bo'lganda ham aynan fathali va o'zidan oldingisi sahih, sog'lom harf bo'lib sukunli bo'ladi. Sahih, sog'lom harf bo'lib sukunli bo'lsa va o'zidan mana illatli harf fathali, o'zidan oldingisi sahih harf bo'lib sukunli bo'lsa, illatli harfni alifga qalb qilib, o'zining harakatini o'zidan oldingiga beramiz. Buni yuqorida yuqvaluda ham sizlar bilan birgalikda ko'rganmiz, yuqori bo'lganda bu ham maqolun bo'ladi. Ya'ni o'zining harakatini o'zidan oldingiga berdi va o'zi alifga qalb bo'ldi. Ikkiligi ham xuddi shu tarzda bo'ladi. Maqolani. Maqolani, ya'ni maqvalani bo'lgan, maqolani bo'ldi. Endi ko'pligiga keladigan bo'lsak, maqawilu. 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 Endi sizlar bilan ismi foilni ko'rib chiqayotgan paytimizda bir narsani aytib o'tib ketganmiz. Zoida alifdan keyin vav yoki yo keladigan bo'lsa, u hamzaga qalb bo'ladi deb. Demak, bu o'rinda ham zoida alifdan keyin vav kelayotganligi uchun bu vavni ham nimaga qalb qilib yuborishimiz kerak bo'ladi? Hamzaga qalb qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Natija maqoilu bo'ladi. Maqoilu. Shu bilan ismi zamon va makonimiz o'z nihoyasiga yetadi. Ma'nolariga to'xtaladigan bo'lsak, maqolun gapiradigan, aytadigan joy yoki vaqt, maqolani aytadigan ikkita joy yoki vaqt, maqoilu aytadigan joylar yoki vaqtlar bo'ladi. Har bir so'zni o'zini aytadigan o'rni, o'zini aytadigan vaqti bo'ladi. Arablarda juda mashhur maqol bor. Likulli maqomin maqolun, likulli maqolin maqomun deydi. Ya'ni har bir o'rinni o'ziga mos aytiladigan so'zi, har bir so'zning o'ziga mos aytiladigan o'rni bo'ladi. Xuddi shunda ham maqolun so'zi ishlatiladi, ya'ni aytiladigan o'rni. Ana shunday. Hozirgi aytgan maqolamizda aytiladigan o'rin ma'nosidan ko'ra ko'proq so'z mazmunida ishlagan ekan. Ya'ni masdar mimiy ma'nosida, masdar mimiyni ham inshaalloh sizlar bilan batafsil ko'ramiz. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, ismi olat. Ismi olat sizlar bilan oldin o'tganimizdagi bir paytni o'zida 3 xil vaznda bemalol olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qiyoslab xohlasak mif'alda, xohlasak mif'alunda, xohlasak mif'alatunda olishimiz mumkin bo'ladi. Uchalasiga qolani sog'oramiz. Birinchisi miqvalun, ikkinchisi miqvalatun, uchinchisi miqvalun.
Ana shunday. Miqvalun, miqvalatun, miqvalun. Mana uchtasida oldik. Endi bunda qoida ishlatib chiqamiz. Illatli harf fathali, o'zidan oldingi sahv harf sukun bo'lganligi uchun buni alifga qalb qilib o'zidan oldingisiga nima beramiz? Harakatini olib o'tamiz. Miqolun. Bunisi miqolatun. Bunisi ham asli xuddi shu qoidani shu o'rinda ishlatishimiz kerak. Lekin vav yoki yo fathalik bo'lib, undan keyin zoida alif keladigan bo'lsa, vav yoki yoga biz tega olmaymiz. Ya'ni unda boshqa odatdagi e'lon qoidalarini nima qila olmaymiz? Ishlata olmaymiz. Shuning uchun bu o'rin mana shundayligicha qoladi, miqvalunligicha. O'zgartirmaymiz. Ya'ni miqolun qilib ikkitalik bilanmi yoki boshqacha ko'rinishga keltirib qo'ya olmaymiz. Miqvalun holatida turadi. Tamom. Endi ikkilik shakllari ayni shuni ikkiligini. Miqolani bo'ladi. Buniki miqolatani bo'ladi. Buniki bo'lsa miqvalani bo'ladi. Yana nima qildik? Tegma. Endi bularni ko'plik shakliga keladigan bo'lsak, hozirgi bundan oldingi ismi zamon va makondagi qoidani ishlatamizda hamzaga qalb qilib yuboramiz. Maqoilu, ya'ni asli maqovilu bo'lgan, hamzaga qalb qilib maqoilu qilamiz. Buni ustida ham maqoilu. Buni ustida ham alifdan keyin kelganligi uchun qalb qilib yurib yuboramiz. Maqoilu. Faqat bunda farqi bitta ye qo'shimcha yoziladi. Shu bilan ismi holatimiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Ya'ni birinchi bobni ajvafiga tushadigan har qanday fe'lni xuddi shu uslubda nima qila olamiz biz? Ismi holatini yasay olamiz. Miqolun aytadigan narsa, miqolatun ham miqvalun ham ayni shu mazmunda ishlaydi. Demak, ismi holatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi ismi tafdil. Ismi tafdil tafdilda ajvaflarda o'ziga xos qoida bor. Boshqa yerlarda, ya'ni boshqa aqsomlarda uchramaydigan o'ziga xos qoida bor. Bu qoida muzakkarida e'lon qoidalarini ishlamasligi. Ya'ni qoida ishlamasligi. Nima uchun ishlatilmagan? Arablar shunday ishlatganligi uchun birinchi o'rinda, ya'ni johiliyat davridagi she'rlarda, boshqalarda shunday kelgan, Qur'onda shunday kelgan, hadisda shunday kelgan. Ya'ni ism tafdil siyg'asida ajvaf fe'llarini ishlatishda hech qanday illat qoida, e'lon qoida ishlatilmagan, faqat muzakkarada. Demak, biz ham ishlatmaymizda o'z holatda qoldiramiz. Nima deymiz? Aqvalu. Asli aqalu bo'lish kerak. Aqvalu holatida tegmaymiz, e'lon qoida ishlatmaymiz. Ikkiligida aqvalani. Shundayligicha qoladi. Ko'pligida aqvaluna. Mana shundayligicha qoladi. Endi muannasiga o'tadigan bo'lsak, qula. Bunda ham hech qanaqa e'lon qoida ishlatishimizga ehtiyoj qolmayapti. Fu'laga soldik, qula bo'ldi. U sukunlik o'zidan oldingisi zammalik. Bu hech qanday qoidaga xilof holat emas. Qulayani, qulayatun. Shu bilan ismi tafdilimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar ajvaf fe'llarda ayn barobar vov emas boshqa harf bo'lganida bu yerda biroz qoida ishlatar edik. Lekin vov bo'lganligi uchun bu yerda bizga hech qanday qoida ishlatishga ehtiyoj yo'q. Demak, aqvalu, aqvalani, aqvaluna, qula, qulayani, qulayatun bo'ladi. Ma'nosiga keladigan bo'lsak, gapiruvchiroq,
erkak, gapiruvchiroq ikki erkak, gapiruvchiroq erkaklar, gapiruvchiroq bir ayol, gapiruvchiroq ikki ayol, gapiruvchiroq ya'ni aytuvchiroq ko'proq ayollar. Endi oxirgi bizda qolayotgan qism bu fe'li taajjub. Fe'li taajjub. Fe'l taajjubni bilasizlar, ikkita qismi bor, ya'ni ikkita ko'rinishi bor. Ikkita ko'rinishda ham fe'lning shakli o'zgarmaydi. Ya'ni ikkita ko'rinishda ham birinchisida kelgan fe'lning holati oxirigacha bir xil holatda keladi. Faqatgina yoniga qo'shiladigan zamirlar o'zgarib keladi. Misol uchun, birinchisining ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, ma aqwalahu. Ya'ni ma fa'alahu. Ma aqwalahu. Mana bu oxirdagi hular o'zgaradi xolos oxirigacha. Mana bu fe'lning shakli o'zgarmaydi. Endi fe'lning shaklini o'zida birinchi i'rob qoida ishlatib olamiz, keyin qolgan hammasiga bir xil qo'yib chiqamiz. Vav fathalik oldi sahih harf bo'lib sukun. Nima qilishimiz kerak edi? Oldinga berib o'zini alifga qalb qilishimiz kerak. Ma aqalahu. Ma aqalahu. Shu bilan ma aqala holati oxirgacha bir xil tushadi. Faqat mana bu oxirda qo'shayotgan hu zamirimiz o'zgaradi. Mana tushunib chiqadigan bo'lsak, ma aqalahu, ma aqalahuma, ma aqalahum, ma aqalaha, ma aqalahuma, ma aqalahunna, ma aqalaka, ma aqalakuma, ma aqalakum, ma aqalaki, ma aqalakuma, ma aqalakunna, ma aqalani, ma aqalana. Shu tartibda bo'ladi. Endi ikkinchi shaklini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi shaklida af'il bihi, ya'ni aql. İkinci şekli aqwil bihi. Ya'ni af'il bihi bo'ladi. Bunda ham mana bu fe'lning shakli birinchi holatda qoida ishlatirsak bo'ldi. Qolgani bir xilda tushib ketaveradi. Bihi zamiri o'zgaradi xolos. Aqwilda vav kasralik. Vav kasrani ko'tara olmaydi. Tashlab yuboramizsak oldi sahih harf bo'lib sukun. Oldiga beramiz. Aqwil bihi bo'lib qoldi. Endi vav sukunlik oldi nima bo'lyapti? Bu ikkinchi qoida bo'lsa ham bo'lar ekan. Asli vav sukunlik oldi kasrali bo'lganligi uchun yo'lga qalb qilib, keyin ikki sukun jam bo'lganligi uchun tashlab yuborishimiz kerak. Buni qisqartirib, ikki sukun jam bo'lganligi uchun illatli harfni tashlab yuboramiz desak ham bo'laveradi. Shunda natija aqil bihi bo'ladi. Aqil bihi. Aqil bihi. Tuslasak aqil bihi, aqil bihima, aqil bihim, aqil biha, aqil bihima, aqil bihinna. Aqil bika, aqil bikuma, aqil bikum, aqil biki, aqil bikuma, aqil bikunna. Aqil bi, aqil bina. Ya'ni aqil bihi u naqadar zo'r gapiruvchi kishi yoki ma aqalahu naqadar zo'r gapiruvchi kishi degan mazmunlarni ifoda etadi. Shu bilan fe'li ajvaf, ya'ni aqsomlardan ajvafni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Shu bilan birinchi bobdan aqsomlardan faqatgina noqis qoldi. Qolgan aqsomlar birinchi bobda kelmaydi. Inshaalloh sizlar bilan noqisni ham tugatganimizdan